Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi aqlli, zukko, bilimdon bolajonlar uchun rus yozuvchisi Ivan Kirilovning Oqqush, Jo'rtan baliq va Qisqichbaqa nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Kirilov masallarida qahramonlar asosan hayvonlar, qushlar va o'rmon jonivorlaridir. Jonzotlar o'rtasidagi holatlarni qalamga olar ekan, ularni oynaga solib, aksida insonlarda uchraydigan qusur va kamchiliklar, bilib bilmay yo'l qo'yadigan xatolar, hatto jamiyatda uchraydigan nohaqliklar ko'rsatadi. Ushbu kitob o'quvchilarni sergaklikka va ogohlikka o'rgatadi degan umiddamiz. Aziz bolajonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.